Ushbu loyiha Agrobank bank hamkorligida Navoiy viloyati Karmon tumani Shibzon mahallasidagi 5384 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda ertangi kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 450 metr, bo'yiga 225 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar to'liq unib chiqqan. Ekinlar yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida zamonaviy usullar bilan sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun 0,5 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Zubayr qishloq xo'jalik kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 sonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli brokkoli karam ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.